Assalomu alaykum aziz muxlislar. Assalomu alaykum jannatim onam, davlatim otam loyihasini barcha yaxshi ko'rgan muxlislarim, azizlarim. Sizlar uchun zo'r yangiligim bor. Albatta, Rossiya shahrida konsertim bo'lib o'tadi. Rostov shahrida Sino restoranida 10-may kuni soat 6:00 da va Peterburg shahrining Sharshara restoranida 6:00 da Diydor Shirin Umr G'animat nomli konsertim bo'lib o'tadi. Albatta bu konsertimga tayyorgarliklar o'zgacha. Sababi ukamiz Sanjarbek bilan birgalikda juda chiroyli qo'shiqlar tayyorlayapmiz. Sanjarbek akamiz, sizga Assalomu alaykum aziz muxlislar, do'stlar. Opamizga omad tilaymiz. Mana konsertlar bo'lib o'tyapti Rossiya shahrida. Barcha muxlislarni taklif etamiz. Konsertda sizlar uchun xudo xolasa o'zlarini shaxsiy avtorisi qo'shiqlarini yozyapmiz. O'zbekiston bilan hamkorlikda shoir akamiz, Qadrdon akamiz, Akmal Safo Aliyev qalamlariga mansub Diydor Shirin Umr G'animat nomli she'rlarni bastalab chiroyli qo'shiq yaratdik opamiz uchun. Hozir esa siz aziz muxlislar uchun qisqacha eshitib ko'ramiz. Marhamat. Qolganini azizlar konsertda birgalashib kuylaymiz. Albatta keling, bu konsert juda zo'r bo'ladi. Konsertda ko'rishguncha azizlar, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar.